alaykum aziz abituriyentlar. Bugungi navbatdagi darsimiz allotropiya. Allotropiya hodisasi. Bir element turli xil oddiy moddalar ko'rinishda bo'lishi bu allotropiya deb ataladi. Misol uchun, kislorodda 3 ta atomlar, bitta kislorod molekulyarda, 2 ta kislorod azonda, 3 ta kislorod bo'ladi. Uglerod, olmos, grafit, karbin, fullerin, fosforda oq, qora, qizil, binafsha fosforlar, oltin gugurtda rombik, monoklinik, plastik, amorf, qalayda oq, kulrang fosforlar bor. Bundan tashqari tellur, mishyak, surma, plutoniy, temir va boshqalarda allotropik hodisasi uchraydi. Misol uchun, selenda uchraydi, poloniyda uchraydi, litiyda allotropik hodisasi uchraydi, borda uchraydi. Allotropik hodisasiga sabab ikkita. Molekuladagi atomlar soni turlicha bo'lishi. Ikkinchisi, kristal panjara turlicha bo'lishi. Oltin gugurt allotropiyasiga sabab bu temperatura. Endi bularga doir misollarni ko'rsak. Allotropiya nima? Bir element atomlardan turli oddiy moddalar hosil bo'lishi bu allotropiya. Bu to'g'ri. A javob. B javobni ko'radigan bo'lsak, bir molekuladan turli oddiy moddalar hosil bo'lishi. Bu noto'g'ri. Bir murakkab moddalardan turli oddiy moddalar hosil bo'lishi. Bu ham noto'g'ri. Ikki element atomlardan turli oddiy moddalar hosil bo'lishi. D javob ham noto'g'ri. 10-savolni ko'radigan bo'lsak, allotropik shakl o'zgarishlariga ega bo'lmagan elementlarni aniqlang. Birinchi, kislorodda allotropik shakli bor, o'zgarishi. Uglerodda allotropik shakl o'zgarishi bor. Oltin gugurtda allotropik shakl o'zgarishi bor. Azotda yo'q. Demak, bizga doston javob. 11. Allotropik shakl o'zgarishlariga ega bo'lgan elementlarni aniqlang. Endi bromda allotropik shakli yo'q, ftorda yo'q, azotda yo'q, allotropik shakli fosforda bor. Demak, C javob. 12-savol. Fosforning qanday allotropik shakllari mavjud? Oq fosfor bor. Birinchisi, yashil fosfor yo'q. Qizil fosfor bor. Sariq fosfor yo'q. Havorang fosfor yo'q. Qora fosfor bor. Demak, 1, 3, 6. Bizda B javob. 13-savol. Fosforning qanday allotropik shakllari mavjud emas deyapti. Allotropik shakl mavjud emaslari: pushti, sariq, ko'klari mavjud emas. Javob C javob. Karbin qaysi elementning allotropik shakli hisoblanadi? 14-savolda. Kislorodniki emas, fosforniki emas, oltin gugurtniki emas, uglerodniki karbin allotropik shakli o'zgarishi. C javob. 15-savol. Olmos qaysi elementning allotropik shakli hisoblanadi? Kislorod ketadi, fosfor ketadi, kirmaydi, oltin gugurtniki emas, uglerodniki. C javob. Allotropik shakl o'zgarishlariga ega bo'lmagan elementlarni aniqlang deyapti. Fosforda allotropik shakli bor, uglerodda allotropik shakli bor, oltin gugurtda allotropik shakli bor, vodorodda yo'q. Demak, C javob. 18-savol. Allotropik shakli o'zgarishlariga ega bo'lgan elementlarni aniqlang. Vodorodda allotropik shakli yo'q, xlorda yo'q, azotda yo'q, fosforda bor. C javob.
19-savol. Allotropik shakl o'zgarishlariga ega bo'lgan elementlarni aniqlang. Xlorda allotropik shakli yo'q. Borda allotropik shakli yo'q. Azotniki yo'q. Oltin gugurtniki bor. Bu ham S javob ekan. 20-si. Allotropik shakl o'zgarishlariga ega bo'lmagan elementlarni aniqlang. Xlorda to'g'ri. Allotropik shakl o'zgarishi yo'q. Uglerodda bor. Oltin gugurtda bor. Kislorodda yo'q. Ya'ni A javob kiradi. Allotropik shakl o'zgarishi yo'q xlorda. Grafik qaysi elementlarning allotropik shakli hisoblanadi? Kislorodniki emas, fosforniki emas, oltin gugurtniki ketadi, uglerodniki grafik allotropik shakl o'zgarishi. S javob ekan. Allotropik shakl o'zgarishlariga ega bo'lgan elementlarni aniqlang deyapti. Uglerod allotropik shakl o'zgarishi, azot yo'q, kremniy allotropik shakl o'zgarishi emas, kislorod allotropik shakl o'zgarishi, ftor kirmaydi, fosfor kiradi. 1, 4, 6. S javob. Allotropik shakl o'zgarishlariga ega bo'lmagan elementlarni aniqlang. 1. Uglerod allotropik shakli bor, azot kiradi, yo'q, kremniyda yo'q, kislorodda bor, fosforda ham bor, ftorda yo'q. Bu kiradi. 2, 3, 5. Bobur javob. Allotropik shakl o'zgarishlariga ega bo'lgan elementlarni aniqlang. Kremniyda allotropik shakli yo'q, ftorda allotropik shakli yo'q, azotda yo'q, fosforda bor. Doston javob.